Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Ushbu she'rimiz 9-may xotira va qadrlash kuniga baxshida etilgan. Onam deymi, xolam deymi 40-yil bevalarin, ammam deymi, yangan deymi, yetim boqqan mevalarin, momam deymi, o'g'li qaytmay nabirasini yodgor qo'ygan, bobam deymi, keliniga qora xatdan keyin kuygan. Opam deymi, singlim deymi, chimildiqdan qaytganlarni, yig'lab ikkinchi bor nikohga bayt aytganlarni. Bolam deymi, otalarin ko'rolmagan bolalarni, nolam deymi, qalbin tirnab nido bergan nolalarni. Amakim yo qo'shnim deymi, jangdan qo'lsiz kelganlarni, nomin aytib o'ksib deymi, kelolmay jon berganlarni. Eslamasdan bo'lurmi ayt, ko'rgach qo'ltiq tayoqlarni, bir hamrohin o'zga yurtda tashlab kelgan oyoqlarni. Tog'am deymi, og'am deymi, to'pga to'shin tutganlarni, Berlingacha to'quvalab yovni butun yutganlarni. Unutmayman Reyxestagga alvon bayroq tikkanlarni, yerdan turib samodagi samolyotni titganlarni. Yig'lamasdan qanday o'tay xiyobonning arshisidan, million o'g'lin janga solgan ona haykal qarshisidan. Xotirasini yod etaman bugun barcha jangchilarni, piyoda-yu otliq askar o'tda kuygan tangchilarni. Nur Muhammad oq qog'ozga sochdi qonli tomchilarni.